Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan Tempo Kazino kanali. Xo'sh do'stlar, biz uzoq vaqtlik tanaffusdan keyin biz yana qaytdik. O'sh balansimizda 400 ming so'm pul bor, o'shani bugun ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Har doimgidek Games Odyssey o'yinida boshlaymiz. Bunga ajoyib moshni strategiyamiz bor. O'sh mana ikkita yashil. O'shandan keyin biza bossak bo'ladi. Xo'sh, qanchadan bosamiz? Mayli, 50 ming so'mdan. Nima uchun deganda, yutuq berishi ehtimoli yuqori va mana aytganimizdek 10 koeffitsient do'stlar. Bittada emas, ikkitada o'xshab beryapti. Chiqamiz, moshni g'alaba. Ketidan Padettanat o'yiniga kiramiz. Kutganimizdek strategiyamiz moshni o'xshab berdi. Xo'sh, bo'lishi 3 marta uchimiz kerak bor. 2 3. Endi ozga 7 chiqmaslik kerak. 1 2 va 3. Endi mayli 30 ming so'mdan 7 ga 1 2 3 va mana o'xshab berdi. Endi yana 3 ming so'm, yana 6 mingga ko'taramiz. 3 marta ko'pga. Shu 3 marta ko'pga bosganimizda 7 chiqmasligi kerak. 1 yo'q 7 1 7 1 2 va 3. Endi 3 marta ozga 1 2 va 3 7 ga bosamiz endi. 30 ming so'mdan 1 2 ikkita o'xshab berdi. Balansimiz o'zi 1,45 ming so'mga ko'tarildi. Osongina 200 ming so'm g'alaba qildik. Sekingina chiqamiz. Scratch card. Mayli, buni 13.500 so'mdan bosamiz. Boshlanishiga hozircha 2%. Yana 2. Bitta fishka bor, o'sha fishka chiqishi bilan sizlarga ko'rsataman jigarlar. Promo kodimiz Tempo. Shu videoning opsiyasida Telegram kanal silkasi bor. O'tib xohlagan kontorangizni yangilangan versiyalarni yuklab olishingiz mumkin. Bizda faqat so'nggi versiyalari bo'ladi jigarlar. Xo'sh, hozircha chiqmayapti. 2% va 6% normalni. 4%. Yana 4. Xo'sh. 10% ham chiqib berdi. Yutqazish. Hozircha hech qanday darak yo'q. Bosamiz. Torkasent. Shu joyda bitta oshirib olamiz. 67 ming. Va bizda mana 540 ming so'm osongina g'alaba. Endi o'sha fishkani sizlarga ko'rsataman. Oy. Uchburchak shaklida chiqish kerak. 6%lik tosh va undan yuqorilar. Uchburchak shaklida qanaqa uchburchak? Hozircha chiqmayapti. Lekin chiqmasa ham biznes koeffitsiyentlarni beryapti bu. Balansimizni hash deguncha 1,757 mingga olib chiqib qo'ydik jigarlar. Endi asta bu o'yindan ham sursak bo'ladi. Chiqamiz. Qaysi o'yinga kiramiz? Mayli, olma ko'raylik, olma. Apple of Fortune. Internetinga sana. Yigirma vrach o'ynab turamiz shungacha. Xo'sh, 20 vrachkoni Mayli 100 ming so'mdan bosganimiz ma'qul.
Yana to'xtatish va g'alaba. 2 million so'mga ko'targanimizda to'xtatamiz. 21 ochko bilan g'alaba qildik. Endi shu joyda bitta 50 ming so'm va bizda 2 million so'mga ko'tarib oldik chegara balansimizni. Endi astagina suramiz yana. Qaysi o'yinni o'ynaymiz? No balansimiz 2 millionga osongina ko'tarib oldik. Biz boshlaganimizda 400 ming so'm edi jigarlar. Hammaga omad, xayr, rahmat, salomat do'stlar. Ko'rishguncha xayr.